Xonoboddagi obyektimiz ham bitdi. Xudo xolisi, uje gazlarigacha ulab hamma narsasini qilib berdik. Faqat bitta dimoxodi qoldi. Inshaalloh uni ulab yuborilsa bo'ldi. Katyolda poddablение qilib tekshirib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek 08 atmosferada turibdi. Gruppa безопасность, keyin katyol, sirkulyatsioniy nasos, keyin rashbak, keyin 3 ta konturga bo'lingan. Hamma ishni qildik, chiroyli qilib bitirdik. Xudo xolisi, biyoxonasida endi tushuntirib o'taman. Bu birinchi kontur bo'ladi. Bunga har bitta uyga mana shunaqa panelli batareyalar ilib chiqdi. Ikkinchi, uchinchi konturlar yeri tagida o'tib turib, bitta kontur mana bu xonaga kirgan. Katta zal bo'lyapti. Xudo xolisi, bu yerga ham panelli batareyalar qo'yilyapti. Keyin uchinchi kontur qayerga ketdi desanglar, bu yoqda xonadonlar u pastgacha ketgan. Inshaalloh Xudo xolisi remontlardan keyin bu yoq xonadonga ulab yuborishga mana shunaqa bypass qilib ulab ketdik. Agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli qilib ishlarni akkuratni qilib bitkazib beramiz.